Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan hozir sarmoya sarza pul ishlashda ko'rib o'tamiz. Do'stlar, agarda siz sarmoyasiz pul ishlamoqchi bo'lsangiz, sizga mana shu saytni tavsiya beraman. Bu saytdan ro'yxatdan o'tish havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Kommentariy orqali ham kirib olib, ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Qarang, bu saytda qanaqa qilib pul ishlasak bo'ladi. Batafsil ro'yxatdan o'tish videosini ham video tagida qoldiraman. Shu videoni ham ko'rib ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng biz mana 3 nuqtaga bosamiz. Bosganimizdan so'ng qarang. Bu joyda mana faucet bo'lim bor. Birinchi bo'lim faucet bo'limiga bosamiz. Bosgan paytimiz qarang, bu joyda bizda misol uchun darajalar bo'ladi, ya'ni level. Level darajalari. Misol uchun siz birinchi kirgan paytingiz stone darajasida bo'lasiz. Bunda sizlar har soatiga 0.01 tron ishlab borasiz. Har soatda sarmoya sarflaysiz. Keyingi iron darajasi, bronza hamda silver hamda do'stlar gold darajasiga ham chiqsangiz soatiga 0.025 tron ishlasangiz bo'ladi. Hozir mana silver darajasida soatlik kapchani olamiz. Claim degan tugmani bosadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin. 0.06 berildi. Do'stlar, bu saytda level darajani qancha oshirsangiz, o'zingizga misol uchun shuncha yaxshi bo'ladi. Misol uchun gold darajasiga chiqadigan bo'lsangiz, soatiga 0.25 tron ishlab borsangiz bo'ladi ekan. Do'stlar, hozir buni necha pul bo'lishini ko'rsataman. 0.25. Misol uchun bir kunda 24 soat bo'ladigan bo'lsa, sizlar misol uchun boringki 18 soat misol uchun kapcha tering. 18 soat. 18 soat olasiz. Misol uchun 6 soat qanaqadir uxlashga vaqt ketadi yoki boshqa narsaga ketadi. Va sizlar kuniga misol uchun 4.5 tron ishlaysiz. Buni endi ko'paytiramiz 30 ga, ya'ni 1 oylikka. Sizlar 1 oyda misol uchun 135 tron ishlaysiz. Hozirda tron narxi 0.034 bo'lgan, ya'ni dollarda. Mana ko'rishingiz mumkin mana oyiga misol uchun 45 dollar sarmoya sarflasangiz bo'ladi. 45 dollardan hozir misol uchun ko'paytiradigan bo'lsak 12 ming so'mdan do'stlar mana oyiga 550 ming so'mdan misol uchun ishlab borsangiz bo'ladi. Ikkita akkaunt qiladigan bo'lsangiz oyiga misol uchun 1 million 100, ya'ni salkam 100 dollarga yaqin pul ishlab borasiz. Do'stlar, buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun bizdan misol uchun mana bu joyda ko'rishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana qancha ko'p o'yin o'ynaydigan bo'lsak, do'stlar, bizda misol uchun mana bu daraja. Misol uchun mana men hozir misol uchun silverdan goldga o'tishim uchun 50 ming tron misol uchun games o'yinida misol uchun o'yin o'ynaydigan bo'lsam, ya'ni 50 ming tronlik o'ynaydigan bo'lsam, misol uchun buni sizlar bo'lib ham o'ynasangiz bo'ladi. Mana o'ynaydigan bo'lsangiz goldga chiqsangiz bo'ladi. Buning uchun mana games degan bo'lim bor. Games degan bo'limga kirib olib, turli xil o'yinlarda o'ynab borsa bo'ladi. Misol uchun dice o'yini hamda mana ruletka o'yini ham bor. Ruletkaga ham kirsangiz bo'ladi. Qaysi biri misol uchun sizga qulay bo'ladigan bo'lsa, shuni misol uchun kirib olib bemalol o'ynab borasiz do'stlar. Xuddi shunaqa tartibda bemalol misol uchun o'ynab borasiz. Mana ruletka o'yinlari ham bor. Men asosan dice o'yinida o'ynayman. Dice o'yinini o'ynab misol uchun pullarni ham ko'paytirib boraman. Kirib olib misol uchun o'ynab borsangiz bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun o'ynab borasizlar. Buni misol uchun ko'proq o'yin o'ynash uchun sizlar hozir misol uchun tezroq misol uchun gol darajasiga chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, depozit degan tugma bor. Depozit degan tugmani bosib, tron kiritib olasizlar va o'yin o'ynab borasizlar do'stlar. O'yinlarda o'ynab ko'paytirib olib, goldga chiqib, oyiga misol uchun sarmoya sarza ikkita akkaunt orqali 90 dollardan ishlab borsangiz bo'ladi. Bu sarmoya sarzda ishlab borasizlar. Do'stlar, bir marta level oshirasiz, shu bilan oxirigacha pul ishlab borasizlar. Hammaga omad. Kanalga va YouTube kanal, Telegram kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Like va kommentariy bosing.